Odam ashi zerikdi-yu, Kamol opa. Biron nima berasizmi yegan? Qornim och qolib ketdi. Boshqacha narsa bering. Mana asalim, qaymoq kremli eklerimiz kilosi 55 mingdan juda ham mazali. Voy, ko'rinishi boshqacha-yu. Faqat menga kremsiz, boshqacha narsa bering. Bularni ko'ring asalim mana. Ichlarida mana buni ustida mayizlari bor, yong'oqli, malakali juda ham mazali shirinliklarimizdan. Yo'q, menga boshqa narsa bering. Boshqacha narsa yedim kelyapti. Xo'p, nima bersam ekan? Hozir 10 minut kutib turing, hozir chiqaman. Mana issiqqina bulichkalarimiz chiqdi. Narxlari 6000 so'mdan. Tvorogli, malakali. To'xtang, men aytgan narsalar. Ha, mana shularni sizga olib chiqdim-da. Unda nimaga obzor qilyapsiz? Obzorda o'zim qilaman. Boshqa ishimiz yo'q-da, biz ko'chada narsa yeb o'tiramiz. Hozir sizlarga Muzdalifadagi shirin-shirin bulchkalarni obzor qilib beraman. Shokoladli ekan. Bismillah. Mazza. Obzor qilib ham qaranglar, bulchka sotyapmiz. Men 6 mingdan tvorogli, malakali, shokoladli. Bismillah. Hopsi boshqacha. Biz Muzdalifaga zakaz berib yuboramiz.